O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Buxoro viloyati boshqarmalari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirlarda qonunga xilof tarzda yerni sotmoqchi bo'lgan qonunbuzarlar qo'lga olindi. Birinchi holatda Buxoro tumanida yashovchi fuqaro 1997-yilda tug'ilgan qorako'llik fuqaroni aldab, ishonchini suiiste'mol qiladi. Buxoro tuman hokimligi zaxirasida bo'lgan qishloq xo'jaligida foydalaniladigan 15 sotiq yer maydonini 13.500 AQSh dollariga sotishga kelishib, Buxoro shahar markaziy dorixonasi oldida 13.500 AQSh dollarini olgan vaqtida qonunbuzar ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Yana bir holatda esa departamentning Buxoro tuman bo'limi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda Milliy gvardiya Buxoro viloyati boshqarmalari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Buxoro tumani Shayxoncha qishloqida yashovchi fuqaro 41.500 AQSh dollari evaziga Buxoro tumanidagi fermer xo'jaliklarining biriga tegishli bog'dorchilik uchun mo'ljallangan 4 gektar yer maydonini issiqxona qurish uchun tanishlari orqali Buxoro shahrida yashovchi 1991-yilda tug'ilgan fuqaroga olib berishga ishontirdi. Kelishilgan puldan 1000 AQSh dollarini oldindan to'lov sifatida olgan vaqtida ushlandi. Shuningdek, uning ko'rsatuviga asosan tezkor tadbir davom ettirilganda viloyat yer resurslari kadastri sobiq mutaxassisi mazkur yer maydonini olib berish evaziga firibgarlik yo'li bilan 1000 AQSh dollarini tumandagi Parizod savdo markazi binosi oldida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga tushdi. Har ikkala holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qonunlarga panja orasidan qaragan kishi albatta qonun oldida javob beradi. Bu kun Zilola Xudoqulova, Abbos Nabiyev, Buxoro.